Vatandan kelgan uchurlar. Ündidar supsi cheklangan Uyg'urcha naqshlar tizimligini e'lon qilgan. 30 dekabr Uyg'ur axborot markazi kelgan uchurda bildirilishicha, Ündidar supsi cheklangan bir qism Uyg'urcha naqshlarning tizimligini e'lon qilgan bo'lib, cheklangan bu naqshlarni yo'llashga va so'rashga qat'iy bo'lmaydi deb yozilgan. Bu naqshlarning cheklanishini Uyg'urlar Xitoyning Uyg'urlar qaratgan siyosatini texnik chingitganligining belgisi deb qaramoqda ekan. Ündidar supsi cheklash uqtirishi chiqargan Uyg'urcha naqshlarning tizimligi tuandikicha. 1. Shihaboddan o'tdim men. Konisi. 2. Maktabdagi muhabbat. Konisi. 3. Narim xata. 4. Lola naqshisi. 5. Qiynama qizchaq. Konisi. 6. Guli Rana. Asli nusxasi. 7. Kök böre. 8. Başlıq keladi. 9. Anangni xarlagan senmu. 10. Baxtim sen. 11. Xayr xoş. 12. Günah barmı söygümde. 13. Pul kerek. 14. Tamaka bayan. 15. Boldu qil. 16. Ayalla qalbi. 17. Talladım. Gitar naqsha. 18. Dil azar. 19. Künüp qaptiman. 20. Paxta termek tas. 21. Nima kun ko'rmaydi inson. 22. Yig'lama. 23. Mehmetcan Abduqodir ijrosidagi Yur qalbim. Uyg'urlar haqida xalqaro xabarlar. Mike Pompeo Xitoyning irqiy qirg'inchiligini tekshirish kerakligini o'tirib qo'ydi. Tashqi siyosat to'rining 23 dekabrdagi xabariga qaraganda, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilikning bor yo'qligini tekshirishga buyruq tushirgan. Shundaqla Amerikaning jinoiy ishlar adliya ishxonasining bosh elchisiga tekshirishni nazorat qilishni buyurgan. Hozirgi amaldorlarning va sobiq amaldorlarning so'ziga asoslanganda, bu qatimliq tekshirishda Davlat ishlari mahkamasining qonun maslahatchisi Mark String va Davlat ishlari mahkamasi ichki axborot idorasining boshlig'i, shundaqla bo'limning kishilik huquq va rayonlik idoralarining bu haqda tekshirishi bor ekan. Xabarda yana bu tekshirishning ikki partiyaning parlament a'zolari Trump hukumatini Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik ustidan tekshirish elib berishga chaqirgan mezgilda elib berilganligi ko'rsatilgan bo'lib, oktabrda ikki partiya a'zolarining partiya qarorini o'tirib qo'yib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa osonliq millatlarga qilgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb tilga olganligi bayon qilingan. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi Uyg'ur qirg'inchiligini tekshirish chaqirig'ini rad qilgandan keyin mutaxassislar Xitoyning yoshirin ta'siridan gumonlandi. Osiyo xalqaro xabar agentligining 24 dekabrdagi xabariga qaraganda, mutaxassislar Xitoyning xalqaro jinoiy ishlar sudiga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zo sifatida yoshirin ta'sir ko'rsatganligidan gumonlangan va xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining qo'sh o'lchamga duch kelganligini ilgari surgan. 2018 yildan beri Sharqiy Turkistonda kishilik huquq dafsandichiligi kun sari oshayotgan bo'lsa-mu, xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Xitoyni 2002 yildagi Rim ahdnomasiga imzo qo'ymagan degan sabab bilan Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratilgan irqiy qirg'inchilikni tekshirish huquqining yo'qligini o'tirib qo'yishi haqiqatan hayron qilarlik ekan. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi tanqidga duch keldi. Washington pochtasi gazetining 28 dekabrdagi xabariga qaraganda,
Xalqarалық Jinoiy ishlar sud mahkamasining bosh taftishi Fatu Bensuda Xitoyning Rim ahdnomasiga imzo qo'ymaganligini eskartib, Xitoy to'g'risida tekshirish elib bag'il bo'lmaydi deb yakun chiqargan. Xabarda deyilishicha, Jinoiy ishlar sud mahkamasining Xitoyda davomlashayotgan kishilik huquq tafsandichiligiga tutgan pozitsiyasi g'oyat zo'r axloqiy mag'lubiyatga vakillik qildi ekan. Xabarda yana Jinoiy ishlar sud mahkamasining Amerika bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashning birinchi qadami cho'qim bu organning dunyodagi eng chong vahshiylikni atrofliq tekshirishi bo'lishi kerakligi tilga ilingan. Xitoy Kommunistik partiyasining chek ayirish chaqirig'i. Mayak to'rining 27 dekabrdagi xabarga qaraganda, Xitoy Sharqiy Turkistonda turli vahshiyliklarni yurgizib qolmasdan, balki aldamchilik va josuslik qatorli qilmishlar orqali nurg'ulg'an amerikaliklarning ish o'rinlaridan va ahli mulk huquqlaridan ayrilishiga sabab bo'lgan. Xabarda yana Xitoyning turli vositalarni qo'llanib, kommunizm ideyasini boshqa davlatlarga singdirayotganligi, Kommunistik partiyaning Xitoy virusidan xatarlik ekanligi ko'rsatilgan bo'lib, Kommunistik partiyadan chek ayirib, kishilik huquq va haqiqatni qo'g'dash paytining yetib kelganligi o'ttirib qo'yilgan. Gulshan Abbos xonimning 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi jazmlashdi. Washingtonda turishliq Uyg'ur faoliyatchi Roshan Abbosning otasi, Töhfkor Uyg'ur ziyolisi Abbos Burxonning qizi Gulshan xonim Xitoy hukumati tarafidan nohaq holda terrorlik jinoyati bilan qaralinib, uzun muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan. Chorshanba kuni Gulshan Abbosning Amerikada turishli qizi Ziba Murat apisining maxfiy sotlanganligidan xabar topganligini e'lon qilgan. Xabarda deyilishicha, Gulshan Abbosning urug' tuqqanlari CASS va CFU birlikda o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida Gulshan Abbosning hech bir jinoyati bo'lmagan turuqliqmi 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligini bayon qilgan. Ziba Muratning deyishicha, Gulshan Abbosning qo'lga ilinishi, tutib turilishi, sotilinishi va jazolanishi Xitoy hukumatining davlatning qonun bo'yicha idora qiladigan va kishilik huquqqa hurmat qiladigan davlat emasligini isbotlab berdi ekan. Turkiyadagi bir turkum Uyg'ur yoshlari urug' tuqqanlarining izlarini qilib, Istanbul Xitoy konsulxonasi oldidagi tinch namoyishni davomlashtirmoqda. İstanbul'da yaşayotgan bir turkum Uyg'ur yoshlari zo'ravon Xitoy hukumati tomonidan iz-daraksiz g'oyib qilib etilgan urug' tuqqanlarining derkini qilish uchun İstanbul'dagi Xitoy konsulxonasi oldida bir necha haftadan beri tinch shaklda namoyish o'tkazmoqda. İstanbul'dagi Xitoy konsulining xodimlari mazkur yoshlarning o'zlariga sunilgan urug' tuqqanlarining izlarini berish to'g'risidagi iltimosni izchil shaklda rad qilib, iltimosni qabul qilishdan bosh tortib kelmoqda. Xitoy hukumati bu xil qilmishlari orqali o'zining qonun tartiblarini nazarga olib qo'ymaydigan razil mohiyatini xalqaro jamoatchiligiga texmo bak oshkor qilmoqda. Bu xildagi harakatlar Uyg'urlarning o'z haq huquqini qo'g'dash va Xitoyning qorong'u yuzini pokit bilan ta'minlash jihatda muhim ahamiyatga ega bo'lib, muhojiratdagi Uyg'urlarning butkul dunyo miqyosida Xitoydan urug' tuqqan do'st birodarlarning izlarini qilish harakati Xitoydan hisob elishdagi eng unumli yo'l deb qaralmoqda. Cheklimsiz urush. 1999-yili Xitoy Ozodlik armiyasi polkovniklaridan Chaoliang bilan Xitoy mashhur xalqaroliq munosabat mutaxassislaridan biri Beijing Aviatsiya universiteti professori Wang Xiangsui ikkisi birlashib yozib chiqqan Cheklimsiz urush nomli Xitoycha kitob Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi adabiyot san'at nashriyati tomonidan nashr qilingan. 8 bobdan tuzilgan mazkur asar Xitoyning kelajakda qandaq strategiya belgilashidan tortib, Amerikaga qandaq qarshi turish, dunyoni yumshoq urush bilan qandaq egilash qatorliq mazmunlarga chetiladigan bo'lib, yuqorqi ikki Xitoy avtori kitobda Xitoyning dunyoga qandaq usullar orqali xo'ja bo'lishi kerakligi to'g'risida yangi nazariyalarni o'ttirg'a qo'ygan va buning konkret usullari haqida tafsiliy to'xtalgan. Kitobda urush hukmi yangicha usulda cho'nqur izohlangan bo'lib, Xitoyning dunyodagi barcha davlatlarga o'xshash nuqul qurol,
askar, o'q dori vositasi orqali elib beriladigan urushnilar haqiqiy ma'nodagi urush sanashdak an'anaviy ko'z qarashga xotima berish kerakligi kitobning markaziy ideyalaridan biridir. Bu kitobda mundaq deyilgan: zamonaviy jang prinsipi amdilikda qurol kuchi orqali dushmanga o'z irodasini qabul qilg'izishdan allaqachon halqib ketdi. Kunimizdagi urush qurol kuchi, g'ayri qurol kuchi, harbiy kuch, g'ayri harbiy kuch, qirg'uchi kuch, g'ayri qirg'uchi kuch qatorliq barcha vositalarni ishga selib, dushmanni o'z manfaatimizga yantayoq bo'lishga majburlashdan iboratdir. Kitobda yana mundaq deyilgan: ro'shanki, urush uqumining doirasini kengaytgani dal urushda ishlatilgan vositalarning ko'p xilligidir. Janggoh yeningizdilar. Dushman janggohda emas, to'rda. Bu yerda o'q dorining furuqi yoki qonning hidi yo'q. Shunisi aydinki, urush jangchilarning armiyaning tizginidan chiqdi. Urushning nuqul harbiylik xarakteri suslab, barg'ansiri siyosiy yo'llarning, olimlarning, hatto bankirlarning ishiga aylanyotdi. Mazkur kitob 1999 yil nashr qilingan bo'lib, ayni yildagi Xitoyning Belgraddagi elchixonasining Amerika tarafidan bombardimanga uchrashi kitob nashr qilingandan keyin yuz bergan. 2001 yildagi 11 sentabr hujumidan 2 kun keyin Xitoy Kommunistik partiyasining zuvani hisoblangan gazetlarning birining ziyoratini qabul qilgan mazkur ikki polkovnik 11 sentabr vaqasi hujumining Xitoyga foydali bo'lishi mumkinligi va buning Amerikaga g'ayri an'anaviy usullar orqali hujum qilishning mumkinligining isboti ekanligi to'g'risida to'xtalgan. Kitobdan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Kommunistik partiyasining eng oxirgi nishoni hamma sohada o'zini kuchaytirishdan iborat bo'lib, buningdan toki yaqinqi kunlargacha hatto mayli Amerikadagi, mayli dunyoning boshqa yeridagi eng kuchli va eng sarxil kishilarmi xabarsiz yurishgan. Xitoy o'zining kuchayish yo'lidagi eng cho'ng to'salg'u, eng cho'ng tahdid dal Amerika deb qaraydi. Shundaqla Amerika iqtisodiy va harbiy kuch jihatdagi dunyoviy liderligini saqlab qolganlik taqdirda o'zini bu niyatga yetolmaymiz deb o'ylaydi. Amaliyotda dal shundaq. Xitoy Kommunistik partiyasining maqsadi shundaqla eng boshqa turadigan ishi dunyo sahnasida Amerikaning o'rnini elishdir. Xitoy Kommunistik partiyasining ichki hujjatlarida bu ahvol to'liq aniq ravishda tilga ilingan. Cheklimsiz urush dal Xitoyning musha haqdagi niyatini eng oshkora, eng tafsiliy ifodalab bergan asardir. Kitobda butun dunyodagi kuch tangpungliqini Xitoyning manfaatiga mos holda o'zgartirish uchun bir qator strategiyalar o'tirg'a qo'yilgan. Xitoyning dunyoga qaratgan siyosatining keynidagi strategiya to'liq ro'shan bayon qilingan. Amerika havo armiyasi sobiq generali Robert Spalding o'zining Xitoyning shum niyati chekdan oshgan adolatsiz va qonunsiz qilmishlarini ichib bergan Maxfiy urush nomli kitobida Cheklimsiz urush nomli asar to'g'riliq to'xtalib mundaq deydi: Cheklimsiz urush nomli asar strategiya bilan iqtisodshunoslik, ijtimoiyat nazariyalari va texnologiya to'g'risidagi o'tkir kuzatishlar bir gavdalashib ketgan ko'plagan sohalardan so'z ochgan murakkab kitobdir. Bu kitob davrimizdagi urushga oid falsafaviy va strategiyalik uslubda yozilgan o'z sohasining eng esili deyishga bo'ladigan qimmatli kitobdir. Bu kitob Xitoyda nashr qilinib, Xitoy Kommunistik partiyasi ichida ko'plab o'qildi. Bu kitob kunimizdagi Xitoyshunos tadqiqotchilarga tunishliq. Balkim bu kitobning bakli murakkabligidan bo'z kerak, g'arb davlatlari Xitoyning xalqaro yurgizayotgan shum niyatini chiroyli kulkisi bilan yepish nayringi sababli kitobda muhokama qilingan turli fikrlarning tegiga yetishdan ojiz keldi. Xitoy Kommunistik partiyasining g'arzi cheklimsiz urushdimi o'tirib qo'yilgan bo'lib, Xitoy Kommunistik partiyasi bir davlatning boshqa davlatning xalqini, boyliqlarini yoki hukumatini qo'lga tushirish uchun amdilikda kuchli armiyaga ehtiyoji yo'q.
Xitoy harbiy kuchining tajovuzchilik yurgizishdagi kuch qudratga erishishdagi vositalardan faqatli biri ekanligini tunib yetgan. Xitoyning nazarida iqtisodiy kuch boshqa barliq sohalarni kuchlantirdi. Mundaqcha aytganda, iqtisod armiyani kuchlantirdi. Biroq u yana ko'zlangan boshqa sohalarni kuchlantirishga qodir. Iqtisod orqali boshqa davlatlarning siyosiy rahbarlarini indakka keltirgili, qarshi fikrlarni ujuqtirgili yoki texnologiyalarni setib olgili, shundaqla o'g'irlig'ili bo'ladi. O'xshashla pul orqali arzon baholiq mallarni ishlab chiqargili, bu orqali raqobatchini siqib chiqargili, dushmanning iqtisodini zavolliqqa yuz tutqizgili bo'ladi. Yana shundaqla pul orqali akademiklar armiyasi qurg'ili, o'ziga lozimliq ilm-fan, yuqori texnologiya va injenerlik uchurlarini qo'lga tushirish orqali o'zini boshqa jihatlardanmi kuchaytirgili bo'ladi. Cheklimsiz urush nomli kitobdagi inchik fikrlardan shunisi aniqki, Amerikaning har qaysi sohadagi sarxillari yuqorqi reallikni tushunishdan ojiz kelmoqda. Xitoy Kommunistik partiyasining rahbarlari mana shu yo'chiqdan foydalanib, og'izning uchida erkin savdo va yer sharlashish deb qo'ygani bilan amaliyotda erkin savdo bilan shug'ullanishda qat'iy rioya qilish kerak bo'lgan munosabatlik qonun belgilamalarga bo'ysunish ularning uxlab tushishiga kirmaydi. Xitoy har qaysi davlatlarni o'ziga mablag' silishga chaqirdi-yu, o'ziga silingan mablag'dan kelgan foydani mablag' solg'uchining Xitoydan elib chiqib ketishiga aslo yo'l qo'ymaydi. Xitoy korxonalari dunyoning hamma yerda o'z magazinlarini qurdi-yu, ammo byurokrat Xitoy Kommunistik partiyasi chet el shirkatlarining Xitoyda bosh ko'tarishiga qarshi turli cheklamalarni qo'yib oladi. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligi torbetida 2016-yili mushu kitob haqida maxsus maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada yuqorqi ikki Xitoy polkovniki cheklimsiz urushning 4-nashrga yozgan kirish so'zi asosiy o'rinni egallagan. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligi e'lon qilgan maqoladan Xitoyning bu maqolani dunyo jamoatchiligining jumladan Xitoyning mohiyatini hech tushunmasdan tadqiq qiladigan yumshoq bosh strategiyachilarning Xitoyga ishonish bilan ishonmaslik o'ttirsida qilayotgan har qaysi sohadagi bexud zotlarning har qachon Xitoyning dumbiqini chelishga tayyor turadigan shaxslarning ko'zini bo'yash uchun e'lon qilinganligi ochiq ko'rinib turibdi. Cheklimsiz urushning avtorlari Cheklimsiz urush nomli kitobning 4-nashrining kirish so'zida mundaq degan: 11-sentabr vaqasining 1 yillik xotir kunida dunyoga mashhur kitob setish tor bekatlaridan Amazon va Newsmax birlikda Cheklimsiz urush nomli kitobimizni qasddanlik bilan o'zgartib, Cheklimsiz urush Xitoy hukumatining Amerikani vayron qilishidagi qaltis plani degan nomda uning o'g'ri nashrini Amerikada sotdi. Mushu sabablik bu asar Xitoylar yezib, Amerikaning bizning ruxsatimizni olmasdan Amerikada o'g'ri nashrini tarqatgan tunji kitob bo'lib qoldi. Bu ikki Xitoy dunyoning ko'zini bo'yash uchun yana mundaq degan: bizning bu kitobni yozishdagi maqsadimiz insoniyatning urushga cheklama qo'yishiga, hatto urushdan qutulishiga yordam berishdan iborat. Hargizmo urushni davomlashtirish uchun emas. Biz o'z xotirimizga ishona olamiz. Bizning o'z ko'zim bilan ko'rdim deb so'zlagan so'zimizning yoki guvohligimizning xato yoki yolg'on bo'lib qolish nisbati qanchalik? Yaqinda Germaniya ovozi kanali ishlagan bir hujjatli filmda bayon qilinishicha, Amerika va Kanadada DNA tekshirishiga asosan qonun organlarining burun chiqargan hukmining xato bo'lib qolganligi ma'lum bo'lgan 350 yil ichida 70% guvohchining xato guvohlik berganligi o'tirib chiqqandan keyin, shu 70% xato guvohlik berguvchi kishilar o'zlarining xatolashganligiga ishonilmay qolgan. Maxsus insonlarning xotirasi va as saqlash qobiliyatini tadqiq qiladigan mutaxassislarning 20 yillik tadqiqot natijasiga asoslanganda, naq maydon guvohchilarining guvohliklarining ishonchlik darajasi aslida insonlar o'ylagandan ko'p to'van bo'lib, qonun sistemasida DNA tekshirish yo'li qo'yilgandan keyin bu nuqta barbara isbotlanishga boshlagan. Mutaxassislar mundaq bir tadqiqot olib borgan.
Ayrıldırımda bir adam özünün çamadanı bilen başka bir adamның çamadanını almashtırıp algan bir ko'rinish tasvirlangan 90 sekundlik bir sinf filmini sınaq qatnaşmoqchi bo'lgan odamlarga ko'rsatgan. Undan keyin sınaq qatnaşquchidan çamadanını almashtırıp algan ashu odamning chiroyini tasvirlab berish talab qilingan. Ondan sınaq qatnaşquchidan go'monliq 6 odamning rasmi ichidan ayrıldırımda çamadan almashtırıp algan ashu odamning rasmini to'nishni talab qilgan. Neticede gerçi çamadan almashtırıp algan odamning rasmi aşı 6 adamның rasmi içinde bo'lmasa-mı, biroq sınaq qatnaşquchilarning hammasi xato odamni çamadan almashtirilgan odam deb guvohlik bergan. Mutaxassislar yana mundaq bir tajriba ishlagan. 11-sentabr voqeasi yuz bergan kunning ertasi 3000 odamdan 11-sentabr voqeasi yuz berganda siz kim bilan birga, nada va nima ish qilyotdingiz degan savollarni so'ragan va ularning javobining hammasini tafsiliy xotirlab olgan. Ondan 1 yil, 3 yil, 10 yil o'tgandan keyin Aşı 3000 adamdan o'xshash savollarni so'ragan. Natijada kam deganda 50% odamning javobi har qatimda farqli bo'lgan. Undaqda insonlarning ma'lum ishqi bo'lgan xotirasi qanday shakllanadi? Mutaxassislarning qarashicha insonlarning xotirasi inson ko'rgan ma'lum voqealikdan emas, balki o'zi ko'rgan u voqealiklarni qayta-qayta tasvirlash orqali paydo bo'ladi ekan. Mundaqcha aytganda, inson ma'lum voqealikni ko'rgandan keyin u voqealikka nisbatan eng oxirida xotir bo'lib esida qoladigini, u voqealikning aslisi va yoki u voqealikka bo'lgan tunji qatimliq tasvirlashdan emas, balki kollasida eng ko'p takrorlangan aslimidan shakllanadi ekan. Ya'ni insonlarning ma'lum voqealikka bo'lgan tasvirlashida dastlabki mezgilda eng ko'p o'zgarish bo'ladi ekan. İnsanlarning voqealikning tafsilotining bir qismini unutib, uning o'rniga o'zlari to'g'ri deb qaragan tasvirlashlarni to'liqlab, qayta-qayta takrorlagandan keyin turaqliq bir tasvirlash shakllanadi ekan. Ondan u mangulik xotira bo'lib saqlanib qoladi ekan. İnsanning turaqliq xotirasi shakllanish jarayonida shundoq bir bo'shliq bo'lg'achqa, insonlar maqsadsiz holda xotirasidagi bu bo'shliqni to'shqizadi ekan. Shu sababdan insonlar xotirasida xatolik paydo bo'ladi ekan. İnsanlarning xotirasida memory illusion, ya'ni xiyoliy xotira deb ataladigan bir hodisa bo'lib, insonning ma'lum voqealigi bo'lgan xotirasi voqealikning o'zidan emas, balki u voqealikni qayta-qayta eslash orqali ondan shakllanadi ekan. Natijada ba'zi o'zgarishlar yuz berdi ekan. Ya'ni o'xshash bir voqealikni ma'lum vaqtdan keyin qayta-qayta eslaganda, keyingi qatimqisi oldingi qatimqisidan ozroq farqlanib mangadi ekan. Har qatimliq aslimida ma'lum qismi qayta-qayta takrorlanadi ekan. Ba'zi qismi o'zgarib mangadi ekan. Vaqtning o'tishiga ergashib, o'zgarmay eng ko'p takrorlangan tasvirlar eng dastlabda mangulik xotir bo'lib shakllanadi ekan. O'zgarib turgan qismi qayta takrorlanib muqimlashgandan keyin ondan turaqliq xotiraga aylanadi ekan. Natijada insonlarning eng oxirgi turaqliq xotirasi garchi aslidagi voqealikdan cho'ng farqli bo'lsa-mu, biroq u qayta-qayta takrorlanishdan shakllangan turaqliq xotir bo'lg'achqa, insonlar uningga shak shubhasiz ishonadi ekan. İnsanlar 11-sentabrga o'xshash cho'ng voqealikni oson unutib qolmasa-mu, biroq insonlarning cho'ng voqealikka yondosh bo'lgan konkret ishlarga bo'lgan xotirasi vaqtning o'tishiga ergashib o'zgarib turdi ekan. İnsanlarning yashining va hayot tajribasining ortib berishiga ergashib, ularning o'ziga bo'lgan ishonchi ortib mangdi ekan. Biroq as xotirasining to'g'riliq darajasi tuvallab mangdi ekan. Ya'ni insonlarning ma'lum voqealik to'g'risidagi xotirasiga bo'lgan ishonchi qancha yuqori bo'lsa, ularning to'g'ri bo'lish ehtimolligi shuncha tuvan bo'ladi ekan. MIT'dagi tadqiqotchilar xotirni paydo qilg'ili bo'ladiganligini chashqanda va insonlarda elib borgan tajriba orqali isbotlab chiqqan. Tadqiqotchilar bir qafasga so'loqliq chashqonning putiga tok tepkizib, unida qo'rqish paydo qilgandan keyin u chashqonni boshqa bir qafasga yo'tkiganda, u chashqon u qafazni putiga tok tepkizgan qafas deb xato tunib qolgan va qafasga tegib ketishdan qo'rqqan. Tadqiqotchilar to'shqon qo'choq hikoyasini to'qib chiqib, Disney bog'ichisiga borganlardan to'shqon qo'choq to'g'risida so'raganda, garchi Disney bog'ichisida azaldan to'shqon qo'choq bo'lib boqmagan bo'lsa-mu, biroq kishilar to'shqon qo'choqning o'zlari bilan qo'l elishib ko'rishganligini, o'zlarining to'shqon qo'choqning quyrug'ini silganligini tasvirlab bergan. Bu insonlardagi memory illusion, ya'ni xiyoliy xotir bo'lib, uning paydo bo'lishiga yolg'ondan to'qilgan to'shqon qo'choq hikoyasi sabab bo'lgan. Bu hujjatli film insonlar tarixida echilmagan bir sirni ve hayotimizda nihoyat muhim bo'lgan bir haqiqatni oldimizga tashlagan bo'lib, u bo'lsa-mu bizning to'g'ri deb bilgan xotiramizning xato bo'lib qolish ehtimolligining qanchalik cho'ng ekanligidir. Undaqda inson o'z xotirasiga qanchalik ishonish kerak? Ya'ni bizning xotiramiz har zaman ishonchlikmi? Meningcha bu garchi qabul qilishimiz tas bo'lgan bir ahvol bo'lsa-mu,
biroq u bir haqiqat. Ya'ni ilmiy tajribalar orqali dalillangan haqiqat. Agar inson o'z xotirasidagi yetersizlikni farq etmasa va yoki uni tunib yetmasa, o'zi sezmagan holda nurg'un ko'ngilsizliklarga va noxshilikqa sabab bo'lib qolishi mumkin. O'zimizni qayta tunish va ishlarga hukm chiqarishimizda asli qolgan yoki xotiramizdagi bu nisbiylikni bilib olish bizni yuksak hushyorlikqa yetaklaydi.